Mana bu bodring. Bilasizmi, mana shu bodringning tarkibi 95-96% suvdan iborat. Ya'ni o'zida eng ko'p suv saqlaydigan deylik sabzavot hisoblanadi. Ha, aytgancha, bodring mevami yoki sabzavotmi degan savollarda ham deylik bahslar bor. Buni qo'ya turamiz, lekin bodring 3000 yillik tarixga ega ekani bu fakt. Ya'ni birinchi bo'lib Hindistonda yetishtirilgan, keyin Misr, Rim va Yunonistonda ekila boshlangan. Bizning yurtimizda ham buni qadim tarixi bor. Bu bilasizmi, shunaqangi foydali narsaki, hatto dezodorant o'rnida ishlatish mumkin ekan. Ya'ni terlatmaydigan bir xususiyatga ega, bilasiz, pardozda ishlatiladi va eng muhimi insonda organizmni tozalovchi go'zal bir xususiyatlarga ega, koni foyda bir mahsulot. Biz nimaga bodring haqida ma'lumot berayotganimiz siz yaxshi bilib turibsiz. Mening Tomorqam dasturining bu galgi sonida bodring ekib katta daromad, bemalol ayta olamiz, katta daromad topayotgan pedagoglar oilasi bilan bugun tanishasiz. Biz hozir Andijonning o'zini oshi bilan eng mashhur bir hududidamiz. Topib bo'ldingiz bu qayer ekan, ya'ni biz Asakadamiz. Buni oshga qo'shib yesangiz juda zo'r ketadi. Ya'ni Beklar mahallasidamiz. Demak, oldinda sizni qiziq bir suhbat kutyapti. Shohjahon 20 yildan beri mana shu bodring ekib biznes qilib kelayotgan inson sifatida bizga o'zini boy tajribasini gapirib beradi. Assalomu alaykum, Shohjahon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapman. Bodring zo'r ekan. Bodring biznesi qanday bo'lyapti endi? Bodring biznesi yaxshi bo'lyapti aka. Ustotti tomorqamizga kelib turibsizlar aka. Siz umuman o'zi mana shu bodring ekish bilan qanchadan beri shug'ullanyapsiz? Shu bodring ekish bilan 2005-yildan beri shug'ullanib kelamiz, yoshlikdan. 20 yillik deylik tajribangiz bor. Tajribamiz bor. Tajribani endi biz bilan o'rtoqlashing. Yoshlikdan shu otamizdan o'rganib, shu dehqonchilik qilib kelamiz aka. 3 sotiylik kapadan 19 sotiylik kapagacha yetib keldik. Buni qilish juda qiyinchiliklar bilan bo'lgan, boshlanish. Nimaga? Birinchi dehqonchilikda oldini nima qilishdan oldin yog'och kapamiz bo'lganda. Yog'och issiqxona. Kapalar bizga to'g'risi orzu bo'lgan. Andijonliklar kapa deb issiqxonani aytadi. Issiqxona bo'lish uchun orzu bo'lgan. Endi hammaga ko'pchilikka havas qilib, natijalarga erishdik. 2005-yilda boshlaganingizda qanaqa edi daromad, qanaqa edi, sharoit qanaqa edi? 2005-yilda boshlaganimizda sharoitlarimiz bu darajada emas edi. Qishda qo'rqib turardik, qor yog'ib qolarmikin, bosib qolarmikin degan o'ylar bo'lardi-da. Mana hozir ko'rib turibsizlar, qishga ham chidamli qilib konteyner materialdan qurib bitkizganmiz. Qurib bitkazishga kimdir yordam berdimi yo o'zingiz qildingizmi? Muhtaram prezident bizga rahmat aytamiz. Biz yoshlarga juda katta e'tibor berib, mana har bir banklarga bizga imtiyozlar beryapti mana. Shu kapaga Agrobank orqali imtiyozli kredit olib 100 million kredit olib shu kapalar bitkizdik mana. Endi bizga qiziq joyi shundaki, hisob-kitob qilishimiz kerak-da. Ya'ni daromadingizni biz bilishga qiziqamiz. Ya'ni nafaqat biz tomoshabinlarimizga siz qilayotgan daromadni yetkazsak, ularda ham bir qiziqish uyg'onadi-da. Mana biz hozir 3 sotiklik tomorqangizda turibmiz, ya'ni uyingizdagi. Mana shu 3 sotikdan qancha daromad olasiz? 3 sotikdan endi yiliga 3 marta daromad olamiz bundan. Qachon ekasiz birinchi bodringni masalan? Birinchisini 1-fevral kuni yerga qo'yganmiz. 1-fevral kuni. 1-fevral kuni. Isitiladi? Isitiladi. Aha. 1 kilo bodring 30 minglik paytda bozorga olib chiqdik. 30 minglik paytda bozorga olib chiqdik. Qancha hosil terdingiz birinchi terimdan? Birinchi terimda 400 kilo bodring olib chiqdik. 30 mingdan 400 kilo olib chiqdik. Shuni o'zi 12 million bo'ladimi? 12 million bo'ladi. Rasxodlarimiz bir tomonni ko'taradi. Birinchi uzumni o'zida. Endi bu bodringni shunisi qiziqki bizga har pomidorga, boshqa hosilga qaraganda 3 kun, 4 kunga surilmaydi. 2 kunda uzaverasiz buni. Buni shu yerlari yaxshi. Ham ulardan ko'ra tezroq hosilga berib boshlaydi. Tezroq hosil berishni boshlaydi. Misol 90 kunda pomidor pishib yetilsa, bu rosa oshib ketsa 45 kunda bozorga chiqadi. Keling, 3 sotik misolida bizga hisob-kitob qilib bering. 3 sotik misolida hisob-kitob qilsak, mana hozir aytib o'tdim, ko'chatni ham bizga daromad olib beryapti. Rasxodlarimizni qoplayapti shu xonamizdagi. Endi bu 3 sotikda ikkinchi hosilimiz mana 7000 so'mlik paytda bozorga chiqdi. Sotib hozirgacha sotib boryapmiz. Endi yiliga shu 3 marta hosil olganimiz hisobiga 100 milliondan oshiq daromad olamiz. 3 sotikdan. 3 sotikdan. Endi ko'chatlarni hisob-kitob qilamiz. Mana hozir pulga olsak, bir dona ko'chatni mana 1000 so'mdan sotib olinsa ham 10 mingta ko'chat oladigan bo'lsangiz 20 sotikka. 10 million degan rasxod degan. Endi shuni 3 sotiklik tomorqamizda o'zimiz yetishtiryapmiz. Hech qanaqa rasxodlarsiz ham
qo'shnilarimizga boshqalarga sotib daromad olyapmiz. Endi qarang, demak 3 marta ham bodring ekasiz siz. Men 3 marta ham bodring ekaman. Ha, buni hozir mana o'rta palakka chiqdi bu. Undan keyin yana kuzgiga ekamiz. Xudo xolasa. Ha, bu ikkinchi marta bu. Ikkinchi marta bu. Ya'ni fevralda ekkaningizni sotib bitirib bo'lgansiz, keyin yana ekdingiz. Buni qachon ekkansiz? Martda 20larda ekkanmiz. Bu ham tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Buni parvarish qanday bo'ladi? Shu vaqtida dorilarni beramiz, agrotexnikalarni qilamiz. Ozuqalarni vaqtida berib yetkazib, Tomchilab sug'orish qilgan ekansiz. tomchilab sug'orish qilganmiz. Avval ham shunaqamidi yo keyin o'rgandingizmi buni? Buni boshida ariqdan sug'orib yurganmiz. O'sha boshlagan paytimiz 2005-yillari ariqdan sug'orib yurgan. Endi mana sekin-sekin rivojlanib, shu tomchilab sug'orishga o'tdik. Ikkalasining nima farqi bor va afzalligi bor? Endi buni afzallik tomoni tomchilab sug'orishda suv ekonom bo'ladi birinchi o'rinda. Suvga qiynalmaysiz. Avvallari ariqlardan ochib kelardik, boshqa bo'lardi, fermerlardan olardik. Qancha suv isrof? Qancha suv isrof bo'lardi. Undan keyin yana bitta anaqasi tomchilab sug'orishda umri uzoq bo'ladi. Suv bosib qolmaydi. Haligi egatdan ariqdan bersangiz, tepasiga suv ho'plab qolsa, bodring issiqlik kunida so'lib nobud bo'ladi. nobud bo'ladi. O'zi bodring suvsevar o'simlik hisoblanadi. Suvsevar o'simlik hisoblanadi, lekin buni o'zini mavsumida suvsevardi-da. Misol issiqlik kunida oldin suvni berib qo'ysangiz, suv ho'plab qoldi deydi, tepasidan chiqib ketib boshqa qilib qolsa, umri qisqa bo'lib qoladi. Demak, buni ham o'zini ilmi bor. Demoqchimanki, bodringda endi asosiy tarkibi suvda. Suv, to'g'ri. Juda shirin bodring. Nima nav bu? Bu Fantino navi. Bu juda serhosil. Eskidan ekib kelamiz buni. Bozorda ham xaridorgir. Boshqa bodringlarga qaraganda shirin, mazasi ham. Bozor dedingiz, uni o'zingiz olib chiqib sotasizmi yo olib ketishadimi? Buni shu eksport qiladiganlarga olib chiqib beramiz. Faqat biz bodringimiz hozir mana hozirgi kunda Qirg'izistonga eksport bo'lyapti. Qarang, endi mana qarang, 3 sotixda turibmiz, lekin sizning 19 sotix maydoningiz ham bor-da. To'g'ri. Ikkalasini qo'shsa qancha daromad qilasiz? Ikkalasini qo'shsa endi 200 million, 300 millionga yaqin daromad olamiz. Sababi 19 sotilar aytdim, paravoyimiz bor dedim-ku. Erta kunda chiqqan hisobiga narx-navo baland bo'ladi, tonnani hisobiga ko'payib ketadi-da. Ha, mana hozir qarang, bodringning narxi 2000 ga ham tushib qoldi-da. To'g'ri. Bu sizga ziyonga ishlamayaptimi? Yo'q, Xudoga shukr. Rizqimizga yarasha bo'lyapti. Qimmatida ham sotdik. Endi yana bir hafta 10 kun sabr qilsak, yana bu narx ko'tariladi. Nimani hisobiga? Sababi hozir mana hammaniki birinchi mavsum bodringlar yig'ishtirilayotgan paytga to'g'ri keldi-da, rosa ko'paydi. Issiqni ko'ryapsiz. Hosildorlik ko'p, nihoyatda ko'p bo'layotgan hisobiga bo'lyapti bu. Lekin mana Qirg'izistonga eksport bo'lyapti. Narx-navo yana joyiga qaytyapti, sekin ko'tarilish boshladi. Mana qarang-da, baribir siyosat tadbirkorga, hatto oddiy dehqonga ham foyda keltirishni men shunda ko'ramanki, Qirg'izistonga ham yo'l ochilganda hozir. Yo'l ochilgan, to'g'ri. Bemalol Qirg'izga ham sota olasiz. Muhtaram prezidentimizga rahmat. Mana shu eksport bo'lib, bemalol biz yuklarimiz chiqib ketyapti, narx-navolar zo'r turib beryapti-da. Dehqonlar foyda qilyapmiz. Shu chetga sotganimiz Chetga sotganimiz uchun, chetga sotmasak, mana xalq dasturxonga olib chiqyapmiz. Bizda misol yetishtiriladigan hosilimiz juda ko'p-da. juda ko'p. Shu eksport bo'lgani uchun sababiga biz dehqonlarga juda manfaatdorlik bo'lyapti. Rahmat, shunchalik. Mana siz bir o'zingizni hisoblasak, bir mavsumda siz endi tonnalab mahsulot yetishtirasiz. Tonnalab yetishtiraman. Shuning uchun menda klientlarim bor. Promoy mendan oladi, Qirg'izistonga chiqarishadi. Men olib borib yetkazib beraman shularga. Shohjahon, keyin qarab turibman. Mana bodringlaringizni bargi ham juda chiroyli-da. Birortasida kasali yo'q. To'g'ri. Bu endi sizda bilimdonligingizdanmi? Buni endi o'rganib, mana shu dorilarni vaqtida sepamiz. Buni ham endi o'ziga yarasha rasxoti bor-da, sotamiz, a'zolar, ishchilarimiz bor. Ishchi o'rni yaratganman, endi 19 sotiligim bor deyapman-ku. Ha, shuni so'ramoqchi edim. Buni hammasini o'zingiz qilasizmi? O'zimiz qila olmaymiz. Chunki oilamiz bilan qilamiz, mana 3 sotilikni o'zimiz yetishtiramiz. Endi har bunga ulgurmaysiz-da. Xona ko'paygandan keyin 4 ta ishchi o'rni yaratganman. 4 ta ishchi bilan ishlovni qilamiz, buni o'rash kerak, boshqa qilish kerak degandek. Ha, siz so'zingizda avvalda aytdingizki, bank ham qanaqadir yordam qildi dedingizda. Nima yordam qildi? Agrobank tomonidan 100 million so'm kredit olib ishni boshladim. Endi bu o'z-o'zidan bo'lmaydi ekan. Kapalarni mana 19 sotiligimizga, issiqxonaga rasxot bo'ldi, klyankasi, har xil salqin qiluvchi vositalar oldi, tomchilab sug'orish sistemasini oldik. Endi qarang, mana 3 sotixdan 100 millionlab daromad deyapsiz-da. 3 sotix yer har bir o'zbek xonadonidan chiqadi-da. To'g'ri. Demak, men hozir qarang, har bir ko'rsatuvimizda har xil mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz-da, tomoshabinlarimizga rang-barang bo'lish uchun. Kimdir bodring qilsin, kimdir pomidor qilsin, kimdir boshqa bulg'or qalampir qilsin deymiz-da. Hech biri masalan aytmayaptiki, yo'q, biz daromad qilmayapmiz demayapti. Ya'ni 3 sotixdan ham, kichkina tomorqadan ham katta daromad qilayotganini aytayapti-da ular. Demak, ozgina mehr bersak, qunt qilsak, shuni mevasini yeymiz. To'g'ri. Uni endi ertaroq
haligi harakat qilib bozorga erta olib chiqishga ham harakat qilish kerak. Biz izlanamizda buni, yangiliklar kiritishga harakat qilamiz. Jicha erta qimillab isitish sistemasini qilib, ertaroq olib chiqsak pul bo'lsa, daromad bo'ladi deb harakat qilamizda, jinday mehnat qilib. Xarajat ham qilasiz, harakat ham qilamiz, hamma narsa bo'ladi, inekin daromadini olamizda. Buni haligi o'rta hosilga qilib bir xilda yetishtirilmaydi. Bu erta olib chiqib, qimmatida ham sotamiz, arzonida ham shukr qilib. O'zi andijonliklar bilasizmi, erta yetishtirish bo'yicha jahon chempioni desak bo'ladi-da. Chunki paxtani ham eng erta pishar navlari Andijonda yaratilgan edi-da. Andijon tajribasi derdik. Mana qishloq xo'jaligining hamma sohalarida bu tajriba juda qo'l keladi-da. Endi qarang, hozir siz 20 yillik tajriba bor deyapsiz-da. 20 yillik tajriba bu maktab degani o'zi aslida. Inson bir sohani 20 yil boshini tutib, u bilan deylik muntazam shug'ullansa, uni olimiga aylanib ketadi-da. Demak, siz buni sovug'ini ham ko'rgansiz, issig'ini ham ko'rgansiz, pasti balandini ko'rgansiz-da. To'g'ri. Kuyib qolgan yillaringiz ham bo'ldimi? Kuyib qolgan yillarimiz ham bo'lgan boshda. Aytib o'tdim, yog'och kapaydik. Qor bosib qolardi. Endi hamma sovuqqa chidardik. Mana hozir uy joylarimizni ko'rdinglar, shu hammasi shuni orqasidan qilib harakat qilyapmiz. Xudoga shukr, rizqimizga yarasha bo'lyapti. Endi foyda bo'lgan joyda ziyoni ham bo'ladi. Keyin yana bir narsani tushunib yetyapmanki, mana shu ko'rsatuvimiz davomida mirishkorlar bilan, usta dehqonlar bilan gaplashib, shuni amin bo'lyapmanki, baribir inson bir sohani boshini tutish kerak ekanda. To'g'ri. Masalan, 20 yildan beri bulg'or qalampir qilgan insonlarni ham ko'rdik-da. To'g'ri. Demak, har narsaga chalg'imasdan bir dehqonchilik turini tanlab orqasidan bo'lish ham yaxshi ekanda. Yaxshi ekan. O'zimiz ham mana qiyinchiliklar bo'ldi, Xudoga shukr, mana hozir zo'r kunlarga mana yetishdik-da, to'g'risi. Erishib, mana natijalarni olyapmiz. Daromadni nima qilyapsiz? Daromadni endi to'y qilyapmiz, uy-joy qildik, mana Xudoga shukr. Mashinalar ham juda chiroyli ekan. O'rtada bir mashina turibdi. Mashina oldik. Shuni daromadimi? Shuni daromadidan olyapmiz endi. Harakat qilib, mana Xudoyimga shukr, beryapti, yetkazyapti. Siz faqat bu tomorqa bilan cheklanib qolganingiz yo'qda, davlat ishida ham ishlaysizlar, davlat ishida ishlaymiz, ha. Biz to'g'risi bizni oilamiz o'zi o'qituvchilar, ziyolilar oilasi. Hammamiz o'qituvchimiz. Meni bolalarim ham, ukam bolalari ham, otam hojotam ham maktabda 30 yildan beri ishlab kelyapti. Ana, ko'ryapsizmi? Ham pedagog, ham dehqon. Ham bizga shu kasbni, mana hunarni o'rgatadi. Mana abitgacha maktabda bolalar dars beradi, abitdan keyin shuni o'rgatib turadi bizga hozirgacha. Abetgacha millat farzandlarini tarbiya qilasiz, tushdan keyin esa zaminni farzandlarini tarbiya qilasiz. Hojidan bitta gapi bor. Maktabga chiqib aqliy mehnat qilib kirsak, abitdan keyin jismoniy mehnat qilamiz. Jismoniy mehnat bilan aqliy mehnat teng olib ketsang yaxshi bo'ladi deb bizga hozirgacha o'rgatib turadi-da. Baraka topsin. Hoji dada, sababi sizga o'xshagan mana shunday sog'lom fikrli insonlarni tarbiya qilganda, siz mehnat ishida katta bo'ldingiz-a? Mehnat ishida katta bo'ldik. Maktab paytimizdan yoshlikdan shu mehnat ishida katta bo'ldik. Bu sizni ta'limdan cheklab qo'ygani yo'q. Cheklab qo'ygan. Bundan chiqqan daromadimizga o'qidik. Ilmga investitsiya qildingiz. Universitetlarni mana bitirib tamomladik. Maktablarda ishlayapmiz mana. Bu degani qarang, hech dangasalik qilamiz-da. Men davlat ishida ishlayman, men tomorqaga vaqtim yo'q, bunday ishlarni qila olmayman degan o'zimizga o'zimiz tasallilar topib olganmizda, o'zi aslida hammasini qilsa bo'ladi, inson qunt qilsa. Siz mana bir olim oilani farzandisiz, lekin shunday bo'lsa-da, ilmni hech qachon ortig'i ziyon qilmaydi. Biz buni hayotimizda ko'p ko'rganmiz. Ko'p aytaman men, Agrobank juda bir xayrli ishga tashabbus ko'rsatgan va bu o'zini o'z samarasini ham beryapti. Mana shu kitoblar to'plami, mana qarang. Bu yerda ancha deylik ilm jam bo'lganda, mana 40 ta kitob. Sizga ham asqotadi bu albatta. Siz boz ustiga pedagogsiz. Ya'ni buni mana shu kitoblarda yozilgan ilmlar bilan boyitib, nasib bo'lsa, kelgusi avlodlarga ham o'rgatasiz, farzandlaringizga, qo'ni-qo'shnilarga. Mana sizga mana shu kitoblar to'plamini sovg'a qilamiz. O'simliklar himoyasiga bag'ishlangan bu. O'simliklaringiz o'zi himoya qilingan ekan. Lekin bundan-da go'zal bo'lishi uchun shu kitoblarni bir qarab chiqsangiz, foydadan xoli qilmaydi. Katta rahmat aka, sizlarga ham aka. Mana shunday muhim anaqalar olib yuribsizlar ekan, xalqqa ko'rsatib mana rahmat aka. Sizga rahmat deymiz. Sababi jamiyatimizda bir inson mehnat qilib, deylik, harakat qilib o'zini hayotini o'nglashi bu nafaqat jamiyat, davlatda ham yutug'ida. Ya'ni davlatimiz rahbari kambag'allikni qisqartirish bo'yicha katta siyosat olib boryapti. Kambag'allikni qisqartirish yo'llari, vositalari mana shular o'zi aslida. 3 sotiq maydondan 100 million so'm daromad qilish, demak u oilani kambag'al bo'lmasligiga sabab bo'ladigan katta bir manba. Shuning uchun
Hali sizni bilan bizni suhbatimizni ko'rib qiziqadiganlar ko'p bo'ladi. Biz istaymizki, mana shu ko'rsatuvdan keyin kimdir mana shu biznesda deylik, tomorqa biznesni boshlamoqchi bo'lsa, ya'ni boshlasa va undan nimadir naf olsa, siz ham biz ham maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Rahmat aka. Shohjahon, sizga rahmat, salomat bo'ling.